Ana shunga o'xshagan holat sizda ham kuzatilgan. Qaysidir tanishingizdan yoki oila a'zoyingizdan shunga o'xshash SMSlar kelgan. Faylni ochishingiz bilanoq Telegramingiz o'chiriladi va uni qaytib tiklashning imkoni yo'q. Undan ham yomoni esa bu fayl kontaktingizdagi barchaga yuboriladi. APK fayli keladi. Uni bosgandan keyin Telegram buzilgan bo'ladi. O'sha hacker foydalanayotgan odam sizning hamma ma'lumotlaringizni oladi va Telegramingizni buzilgan qiladi. Shundan so'ng hamma ma'lumotlar unga o'tib ketadi. Bunday fayllar ko'pincha oddiy video, hujjat yoki yangilanish ko'rinishida yuboriladi. Birgina ochilgan hujjat Telegramni emas, butun muloqotingizni izdan chiqarishi mumkin. Eng xavotirlisi esa bu kabi holatlar faqat ma'lumotlar bilan cheklanmaydi. Oqibatda siz moliyaviy yo'qotishlarga ham duch kelasiz. Akkaunt o'chib ketgan paytda sizning nomingizdan yaqinlaringizga qarz berib turing, shoshilinch pul kerak degan xabarlar yuboriladi va odam o'z pulini o'z qo'li bilan firibgarga topshiradi. Shu sabab Telegram foydalanuvchilaridan har qanday noma'lum faylga nisbatan hushyorlik talab etiladi. Birgina ochilgan fayl yillar davomida foydalanilgan akkauntingizni butunlay yo'qolishiga olib kelishi mumkin.